Ya'ni qiyomat qoyim bo'ldi. Hamma Allohning huzurida turibdi. Har bir odamdan yakkama-yakka, yolg'izma-yolg'iz 5 narsadan Alloh so'raydi. Shuni so'ramasdan boshqa yoqqa ketish yo'q. Shu so'rovni javobiga qarab ish bitadi. Maqom belgilanadi. Shuni birinchisi an umrihi fima afnahu. Har bir bandani o'zidan umrini nimaga sarflaganini so'raydi. Xo'p, men senga umr degan ne'mat berdim. Nima qilding deydi. Daqiqama-daqiqa, soniyama-soniya javob berish kerak. Ana o'sha 5 buyuk narsadan ikkinchisi an shababihi fima ablahu. Ana bandani yoshlik chog'idan so'raydi. Yoshlik chog'ingda yoshligingni nimaga yo'liqtirgansan? Nima sinovida o'tkazgansan? Nima qilgansan yoshligingda? So'rov shu. Qarang, umrdan umumiy so'ralyapti. Umrni bir qismi bo'lgan yoshlikdan alohida so'ralyapti. Chunki yoshlik chog'i halindaqa hal qiluvchi davr. Chorroha davri. Kimni kim bo'lishini belgilab qo'yadigan davr.